Matematika o'qituvchisi va cherkov musiqachisining o'g'li bo'lgan Den Braun 1964-yilning 22-iyunida Amerikaning Nyu-Hempshir shtatidagi Exeter shahrida tug'ilib o'sgan. Universitetni bitirgandan so'ng Braun musiqiy faoliyat bilan shug'ullangan, sintezator yordamida effektlar yaratgan va bolalar kassetasini ishlab chiqargan. Keyin u Dellis nomli o'zining ovoz yozish kompaniyasini tuzdi va 1990-yilda kattalar bozoriga mo'ljallangan Perspective nomli kompakt diskni o'zi nashr etdi. 1991-yilda u qo'shiq yozuvchisi va pianinochi sifatida karyerasini davom ettirish uchun Gollivudga ko'chib o'tdi. O'zini moddiy jihatdan ta'minlash uchun Beverly Hills tayyorgarlik maktabida dars ham bergan. 1993-yilda Haitida ta'tilda bo'lganida Den Braun Sidney Sheldonning Qiyomat fitnasi romanini o'qigan va trillerlar yozuvchisi bo'lishga ilhomlangan. U o'zining birinchi asari Raqamli qal'a ustida ishlay boshladi va uning asosiy voqealarini 1985-yilda o'zi o'qigan Sevilya bilan bog'ladi. Uning barcha asarlaridagi voqealar asosan 24 soat davom etadi. 1996-yilda butunlay musiqani tashlagan Den Braun 1998-yilda Raqamli qal'ani yozib tugatadi. 2000-yilda Farishtalar va shaytonlar, 2001-yilda Aldash nuqtasi romanlari dunyo yuzini ko'rdi. Lekin unga haqiqiy mashhurlik va shon-shuhratni 2003-yilda yozilgan Da Vinci siri asari olib keldi. 2009-yil ma'lumotlariga ko'ra, 81 million nusxada sotilgan bu asar barcha davrlarning eng yaxshi asarlari sifatida e'tirof etilgan. Asardagi bosh qahramon Robert Langdon obrazi uning keyingi yozilgan ko'plab asarlari, jumladan Yo'qolgan belgi, Do'zax, Ibtido kabi asarlarida ham davom etdi. Braunning romanlari dunyo bo'ylab 57 ta tilga tarjima qilinib, umumiy hisobda 200 million nusxadan ortiq nashr etilgan. 2005-yilda Braun Times jurnali tomonidan dunyoning 100 ta eng nufuzli odami ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, muharrirlari unga nashriyot sanoatini saqlab qolgan deb ta'rif berishadi.